G'azab va hasadsiz yashashga harakat qiling. Xafagarchilik sabablarini chuqalamang. Siz shunchaki quvonish uchun jilmaying. Tabassum hech qachon hech kimga zarar qilmaydi. Tillolarga teng so'zlari. Qaniydi rostdan ham doim jilmayib yursak, doim tabassum bilan yursak yoki yaxshi kayfiyatda yursak, lekin baxtga qarshi hayot tashvishlari bizni asabiy qilib qo'ygan. Ko'pchiligimiz shu hayot tashvishlaridan asab kasallariga duchor bo'lib qolganmiz, asabiy bo'lib qolganmiz ko'pchiligimiz. Kimni shaxsiy hayoti o'xshamagan, kimnidir ishi o'xshamagan, yana kimnidir uy olish masalasi o'xshamagan. O'sha tashvishlar orqasidan hayotga biz g'azab va hasad ko'zi bilan qaraydigan bo'lib qolganmiz baxtga qarshi. Bu bilan o'sha doimo kula olmaymiz, doimo tabassum bilan yura olmaymiz yoki o'sha yaxshi kayfiyatda yura olmay qolamiz. O'zimiz xohlamagan holda shunaqa bo'lib qoladi baxtga qarshi.